Assalomu alaykum. FinPro dasturida buyurtma yaratish. Buyurtma yaratishning bir nechta usuli mavjud. Birinchi usul konstruksiya yaratish va uni buyurtma sifatida saqlash. Shaxsiy kabinetga kiring va konstruksiya yaratish oynasini oching. Shablonlar katalogidan kerakli konstruksiyani tanlang va foydalanish tugmasini bosing. Saqlash va hisoblash tugmasini bosing va buyurtma sifatida saqlang. Tanlangan konstruksiya buyurtma sifatida saqlanadi. Ikkinchi usul yaratilgan o'lchovni buyurtma sifatida rasmiylashtirish usuli. Buning uchun shaxsiy kabinetga kiring va o'lchovlar bo'limini oching. Kerakli o'lchovni tanlang va buyurtma sifatida rasmiylashtirish tugmasini bosing. Talab etilgan ma'lumotlarni kiriting va saqlash tugmasini bosing. Uchinchi usul buyurtmalar bo'limidagi yaratish tugmasini bosish orqali shaxsiy kabinetga kiring va buyurtmalar bo'limini oching. Yaratish tugmasini bosing. Buyurtma yaratish uchun kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni kiriting. Va saqlash tugmasini bosing. Bugun biz sizlar bilan oldindan yaratib qo'yilgan o'lchovni buyurtma sifatida rasmiylashtirishni ko'rib chiqamiz. Shaxsiy kabinetga kiring, o'lchovlar bo'limiga o'ting va kerakli o'lchovni tanlang. Buyurtma sifatida rasmiylashtirish tugmasini bosing. Bu oynada siz buyurtmaning nomi, mijozning ismi, buyurtma topshirish muddati va eshik yoki deraza o'rnatilgan binoning turini tanlang va saqlash tugmasini bosing. O'lchov buyurtma sifatida rasmiylashtirilgandan keyin ushbu o'lchov buyurtmalar bo'limida paydo bo'ladi. Buyurtma oynasida siz quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Konstruksiyalar bo'limida siz har bir mahsulotning texnik xususiyatlarini batafsil ko'rishingiz mumkin. Qo'shimcha materiallar bo'limida esa zarur bo'lgan yangi materiallarni buyurtmaga tezda qo'shish mumkin. Xizmatlar bo'limiga o'ting va buyurtma uchun kerakli bo'lgan qo'shimcha xizmatlarni qo'shing. Chegirma bo'limini tanlang va o'zingiz uchun ma'qul keladigan chegirmalarni belgilang. Bundan tashqari buyurtma uchun to'lanadigan pullar hisobini ham yuritishingiz mumkin. FinPro dasturida tijorat taklifini to'rt xil shaklda yaratish mumkin. Kerakli shakldagi tijorat taklifini yuklab oling va mijozga taqdim eting. Tijorat taklifida ushbu buyurtma haqidagi barcha ma'lumotlar batafsil taqdim etiladi. Boshqa turdagi hujjatlar bilan tanishib chiqamiz. Tijorat taklifi buyurtma haqida batafsil ma'lumotlardan tashkil topgan va mijozga taqdim etiladigan hujjat. Tannarx tahlili tanlangan buyurtmadagi romlarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'ladigan barcha materiallarni tannarxi ko'rsatiladigan hujjat. Loyiha uchun sarflangan materiallar. Buyurtmadagi barcha konstruksiyalarni ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan har bir detalning uzunligi, rangi va miqdori haqidagi ma'lumotlar ko'rsatilgan hujjat. Sarflangan materiallar tannarxi. Konstruksiya ishlab chiqarish uchun sarflanadigan har bir detal haqidagi ma'lumotlar alohida ko'rsatilgan hujjat. Chizmalar. Eshik va rom ishlab chiqaruvchi ustalar uchun zarur bo'ladigan chizmalar haqida texnik ma'lumotlar ko'rsatilgan hujjat. Materiallarni kesish jadvali. Tanlangan konstruksiyani ishlab chiqarish uchun har bir profilni qanday uzunlikda kesish kerakligi ko'rsatilgan hujjat. FinPro buyurtmalarni to'g'ri va aniq hisoblash imkonini beradi. Bu esa sizga mijozlar soni va ishonchini oshirishda yordam beradi. FinPro dasturidan foydalaning va biznesingizni yangi bosqichga olib chiqing.